Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçülər. Dünya Uyğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramımıza xoş gəldinizlər. Mən İftixar Abdurşid. Hörmətli görürmənlər. Tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatı bolsun. Dünya Uyğur Qurultayı vətənimiz Şərq Türkistanның Xitay tərəfindən besilingan müstəmlika astidagi bir dövlət ekanligini xalqaro jamoatchilik e'tirof qildirish uchun o'tgan yili boshlagan tadqiqot programmasini tezlatdi. Qurultay mazkur programmani kelar yilning boshlariga qadar tamomlab bo'lishni planlamoqda. Dünya Uyğur Qurultayı o'tgan yilning boshlarida chet ellik qonunshunoslar, advokatlar, tədqiqatçılar və Uyğur tarixçilərdən tərkib tapqan məxsus bir tədqiqat qrupusu qurub çıxıb, vətənimiz Şərq Türkistanның Xitay tərəfindən besilingan müstəmlika astidagi bir dövlət ekanligining tarixi, qonuniy, siyosiy və diplomatik asoslarını dəlilləb chiqish uchun zo'r ko'lamlik tədqiqat başlatqan və hozirga qadar mazkur programmaga 50 ming dollardan ortiq iqtisod sarf qilgan edi. Qurultay nomidan mazkur tədqiqat programmasiga yetakchilik qilayotgan Qurultayning muavin raisi, strategiya mutaxassisi doktor Erkin Akram apandimning istansimizga bildirishicha, bu program başlatılgandan buyon zo'r ilgirlash hosil qilingan bo'lib, hozir qadar vatanimiz Sharq Turkistonning Xitoy tarafidan besilingan mustamlika ostidagi bir davlat ekanligiga doir necha ming betlik tarixiy hujjat materiallar to'plangan. Bu vaqtdagi tadqiqot doklad tamomlangandan keyin xalqarалық organlarga va parlamentlarga sunuladi. Doktor Erkin Akram bu vaqtda to'xtalib, albatta vatanimiz Sharq Turkistonning Xitoy tarafidan besilingan zamin ekanligini butun dunyo biladi. Ammo bu reallikni xalqaro jamoatchilik rasmiy yo'sinda e'tirof qildirish muhim. Eg'izimizda Xitoylar vatanimizni besib olgan deb qo'yish kifoya qilmaydi. Buning tarixiy, qonuniy, siyosiy va diplomatik asoslarini ilmiy yo'sinda dalillab chiqishimiz to'liq zarur deb ko'rsatdi. Ba'zi uchurlardan ma'lum bo'lishicha, Tibetliklarmi Tibetning Xitoy tarafidan besilingan zamin ekanligini xalqaroga e'tirof qildirish uchun bir qancha yil tadqiqot ilib borgan va bu vaqtdagi dokladning tayyorlanishi uchun bir qancha million dollar sarf qilgan. Natijada 90-yillarning boshlarida Amerika parlamentida Tibet Xitoy tarafidan besilingan zamin deb maxsus qaror qabul qilinishini qo'lga keltirgan edi. Ayni chog'da Tibetliklarning bu vaqtdagi tadqiqot programmasiga yetakchilik qilgan ba'zi xalqaro advokatlarmi Dünya Uyğur Qurultayı tarafidan qurib chiqilgan tadqiqot guruhida o'rin oldi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi o'tgan hafta Amerika Davlat Majlisiga o'zining Eli Weissel irqiy qirg'inchilik va vahshiylikning oldini olish yillik dokladini topshirib, Tashqi ishlar ministrligining o'tgan bir yil jarayonida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini o'z ichiga olgan dunyoning har qaysi joylaridagi irqiy qirg'inchilik, insoniyat qarshi jinoyat, vahshiyliklarni mo'ljallash, oldini olish va javobgarlik tortishda tutgan strategiyasi ham qilgan xizmatlarini sharhlagan. Dokladda Uyg'urlarning vaziyatiga alohida o'rin berilgan bo'lib, Xitoy hukumatining Uyg'urlar qarta sodir qilayotgan irqiy qirg'inchilik, insoniyat qarshi jinoyati va majburiy emgak qilmishi yana bir qatim qattiq tanqid qilingan. Dokladda Amerikaning ittifoqdoshlari va sheriklari bilan davomli hamkorlashib, Xitoy Xalq Jumhuriyatining Xinjiangdagi insoniyatga va irqiy qirg'inchilikka xotim berishga chaqirganligini bildirgan. Amerikaning Eli Weissel irqiy qirg'inchilik va vahshiylikning oldini olish qonuni 2018-yili Amerikaning dongliq Yahudi yozuvchisi, xayr-saxovatchi, Yahudi cho'ng qirg'inchiligidan saqlangan kishilik huquq faoliyatchisi Eli Weisselning nomida chiqarilgan bo'lib, shuningdan beri Tashqi ishlar ministrligi har yili davlat majlisiga yillik doklad yo'llab kelgan. Bu yil uning 3-qatim bu xil dokladni yo'llash bo'lib hisoblanadi. Dokladda Tashqi ishlar ministri Blinkenning 2021-yili 7-oyda Uyg'urlar bilan ko'rishganligi va Amerikaning Xitoy Xalq Jumhuriyatining kishilik huquq dafsanchiligini va vahshiylik jinoyatini javobgarlik tortish ahdini ifodalaganligi eskartilib, bu ahdining etnik va diniy oz-sonli guruhlar, ma'naviy va diniy muridlar qarshi bostirishda bo'lgan Xitoy Xalq Jumhuriyati amaldorlarining Amerikaga kirishini rad qilish, moliya embargosi va eksport cheklamasini o'z ichiga olgan javobgarlik tortish tadbirlari qo'llanganligi ta'kidlangan. Amerika Tashqi ishlar ministrligining dokladida yana Tashqi ishlar ministrligi va Amerika Xalqaro taraqqiyot idorasining Xinjiangdagi majburiy emgakka oid tekshirish, doklad qilish, ommaviy tashkilotlarning iqtidorini kuchaytirish va bu jihatdagi faoliyatlarni qo'llab kelganligini bildirgan. Dokladda aytilishicha, bu tirishchanliklarning natijasida Xitoyning majburiy emgak qilmishiga doir dokladlar e'lon qilinib, Xitoy Xalq Jumhuriyatining o'z qilmishini inkor qilish maqsadida tarqatgan xato uchurlarini rad qilishga yordam bergan. Shundaqla Prezident Baydenning 2021-yili 23-dekabr kuni imzolagan Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuni tunishtirilgan. Amerika Tashqi ishlar ministrligining dokladida yana Amerikaning Xitoyning majburiy emgak, ziyonkashlik va boshqa dafsanchiliklardan qochib yurganlarga davomli yordam beradiganligi, Uyg'urlar va boshqa oz-sonli millat va diniy guruhlarning a'zolarini Xitoy qaytarib berishning oldini olish tirishchanliklarini izchil davomlashtiradiganligi. Shundaqla Amerika Federatsiya tekshirish idorasining o'tgan yili Xitoyning chegara halqan parakentchilik harakatlariga qarshi ommaga yuzlanishini kuchaytganligi ta'kidlangan.
Reuters agentligining 18-iyuldagi xabarda aytilishicha, Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikning muhim mazmunlaridan bo'lgan majburiy emgak masalasiga qartilgan qonun loyihasi ijro qilinishga kirishgandan buyon Amerika emgak ministerligi o'z ittifoqdoshlaridan Yevropa ittifoqi va Kanada bilan maxsus suhbatda bo'lib, bu masalada ularning tegishli choralarni qo'llanishi haqida muzokiralashgan. Bu xil hamkorlik ishlariga mas'ul Amerika amaldorlaridan Tili bu haqda muxbirlarga so'z qilib, hozir bu ishlar kengayyotidu. Kanada, Yevropa ittifoqi va boshqalar mushu yo'nalishga qarab mengyotidi. Endi bizga ta'minlash zanjiri masalasida bu ishlarga chaqchaq qilmang deydigan vaqt keldi degan. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken apandimi iyun Amerika hukumatining majburiy emgak masalasida o'z ittifoqdoshlari bilan hamkorlashadiganligini bildirgan edi. Ma'lum bo'lishicha, Amerika Tamojna va chegara mudofaa idorasi navbatda Sharq Turkistondagi majburiy emgak bog'lanishlik bo'lganligi mahsulotlarning hammasini musodir qilmoqda ekan. Tili bu haqda to'xtalib, emgak ministerligining qor tizimligining navbatda borgan-sir zo'rayotganligini bildirgan. Germaniya Bavariya shtatlik parlamenti tarafidan 19-iyul Myunxen shahridagi qadimiy xon saroyida o'tkazilgan yozliq bayram faoliyatiga parlament raisi Elisa Aygna xonimning maxsus taklif bilan ishtirok qilgan Yevropa Sharq Turkiston birligining raisi Asqarjon apandim mazkur faoliyatga qatnashgan yuqori darajalik arboblarga Uyg'ur irqiy qirg'inchilik haqida ma'lumot berish fursatiga erishdi. Bavariya shtatlik parlamentining a'zolari, shtatlik hukumatning bosh ministri va ministerlar, Germaniyaga to'nilgan mashhur shaxslar, hukumat xodimlari, bir qism davlatlarning Germaniyada turishliq bosh elchilari va konsullari, Siemens, BMW, Mercedes, Volkswagen va boshqa o'xshash xalqaro dangliq firmalarning xo'jayin va direktorlari. Shundaqli tonilgan san'atchilar qatnashgan mazkur bayram faoliyatida Bavariya shtatlik parlamentining raisi Elisa Aygna xonim va parlamentning muavin raisi Markus Rednashbaxa apandim bilan ayrim suhbat ilib berib, ularga Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati va Germaniyadagi Uyg'urlarning Germaniya hukumatidan kutadigan orzu talablari haqida ma'lumot berdi. Bavariya shtati bo'lsa Germaniyaning iqtisodiy eng kuchli shtatlardan biri bo'lib, Germaniyadagi Uyg'urlarning ko'p qismi Bavariya shtatining markazi Myunxen shahrida yashaydi. Yevropadagi tunji Uyg'ur tashkiloti Yevropa Sharq Turkiston birligi 1990-yili Myunxen shahrida, Dunyo Uyg'ur yoshlar qurultiyi 1996-yili Myunxen shahrida, Sharq Turkiston Uyg'uriston milliy qurultiyi 1999-yili Myunxen shahrida. Bu ikki qurultayning birlashishi natijasida barliq kelgan navbatdagi Dunyo Uyg'ur qurultiyi yana 2004-yili Myunxen shahrida qurilgan bo'lib, Myunxen shahri Uyg'ur milliy harakatining eng asosli markazlarining biri bo'lib kelmoqda. Aziz ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'rt televiziyasining kundalik xabarlar programmasini sundik. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishayli. Aman bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.